Biz super oy ko'rish arafasidamiz. Bu yiliga bor yo'g'i bir necha marta sodir bo'ladigan narsa. Chunki super oy sodir bo'lishi uchun ikkita samoviy shartlar bir vaqtning o'zida bajarilishi lozim. Birinchisi, bu to'liq oy bo'lishi kerak. Qiziq shundaki, quyosh doimo oyning bor yo'g'i yarmini yoritadi. Va biz yer sathida esa 8 ta alohida fazani ko'ramiz. Oy barcha fazalarni to'liq o'tib chiqishi uchun esa 29,5 kun kerak bo'ladi. Shu sababli biz oyga bor yo'g'i bir marta to'liq oyni ko'ramiz. Ikkinchisi, super oy bo'lishi uchun oy o'z orbitasida to'g'ri joyda joylashgan bo'lishi lozim. Ya'ni oy o'z orbitasini aylanib chiqishi uchun 27 kun kerak. Bu orbita mukammal dumaloq emas, balkim tuxum shaklida bo'lganligi uchun uni uzoqroq va kaltaroq nuqtalari ham mavjud. Shuna qilib oy o'zining yerga eng yaqin nuqtasida yoki o'sha nuqtani 90% daraja yaqinida, bundan tashqari to'lin oy bo'lgan paytda u odatdagiga qaraganda 30% yorug'roq bo'ladi va ko'zimizga 14% kattaroq ko'rinadi, chunki u yaqinroq. Mana shu super oy deyiladi. Biz uni 5-noyabr, 4-dekabr va 3-yanvar kunlari ko'ramiz. Siz oldin super oyni ko'rgan bo'lsangiz, fikringizni izohlarda qoldiring. Super quyosh haqida o'rganish uchun esa bizga obuna bo'ling.